Bugun 11-aprel bir necha soat oldin AQSh markaziy qo'mondonligi Hormuz bo'g'ozidagi minalarni tozalash uchun shartlar qo'yishni boshlaganini ma'lum qilgan. Twitter saytida joylashtirilgan bayonotda aytilishicha, USS Frank E. Peterson va USS Michael Murphy kemalari Hormuz bo'g'ozidan bo'g'ozni dengiz minalaridan to'liq tozalashni ta'minlash bo'yicha kengroq missiya doirasida o'tgan. Bu missiyalar esa Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi tomonidan qo'yilgan deb da'vo qilingan. Eron tomonining Xatam al-Anbiyo markaziy shtabi vakillari yuqoridagi iddaolarni rad etgan. Biz AQSh markaziy qo'mondonligi Amerika kemalarining Hormuz bo'g'oziga yaqinlashishi va kirish haqidagi da'vosini qat'iyan rad etamiz degan. Hamda har qanday kemaning o'tishi va harakatlanishi tashabbusi Eron Islom Respublikasi qurolli kuchlari qo'lida ekanligini eslatib o'tgan. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi harbiy dengiz kuchlari ham bo'g'ozdan AQSh harbiy kemalari o'tganini rad etib, Fors ko'rfazi suv yo'lidan o'tishga urinayotgan har qanday harbiy kemalarga qat'iy choralar ko'rilishi haqida ogohlantirgan. Ularga ko'ra, Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi harbiy dengiz kuchlari Hormuz bo'g'ozini oqilona boshqarish uchun to'liq vakolatga ega. Faqat fuqarolik kemalarigina ma'lum shartlar asosida o'tishga ruxsat beriladi, deyiladi Eronning Tasnim axborot agentligi tomonidan tarqatilgan bayonotda.